Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Ozod Bazar kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Do'stlar, anchadan beri ko'rishmadik. Kontent qilmayotganimizga ham 5-6 oydan oshib ketdi do'stlar. Ancha ishlarimiz chiqib qoldi. Bularni hal qilish uchun YouTube'da tashab qo'ydik. Amerika kanallari yuritmay qo'ydik. Sababi bor, yaxshigina sabab bo'lgani uchun shu yo'nalishda to'xtatib qo'ydik. Endi biz yana kontent qilishda davom etamiz. Sizlar uchun foydali videolar, kerakli xizmatlarni yo'lga qo'yamiz do'stlar. Hammasi sizlar uchun bo'ladi. Ko'pchilik kanal yurityapti. Hali ham kommentariyalar kelib turibdi menga yo'nalish bo'yicha o'rgating, u bu ma'lumotlar bilan. Bilaman do'stlar, hammada haligacha prosmotr bo'lmaslik muammolari bor. Nimagaki bu prosmotr do'stlar YouTube'da juda ham kontent qiluvchi o'ta ham ko'payib ketgani sababli videolar rekka chiqishi sustlashib qolgan anchagina. Masalan, O'zbekiston hududida ham hozirgi kunda Amerikalar yuritayotganlar soni juda ham ko'p. Lekin hammada do'stlar eng asosiy maqsadi pul ishlash. Bu sohaga shunchaki qiziqish uchun kirmaydi hamma. Hamma pul ishlash uchun kiradi. Shuning uchun bu sohada mana ko'pchilik ko'ryapti, youtuberlar 5 ming, 10 ming dollarlab bitta kanaldan oyiga topayotgan ko'ra, bu yo'nalishga qiziquvchilar soni kundan-kunga ortib boryapti. Shuning uchun kontentlarni do'stlar ko'p qo'yilayotgani sababli rekka chiqishi sekinlashib qolyapti YouTube algoritmi bo'yicha. O'zbekistonda shuncha ko'p odam kontent qilayotgani uchun dunyo bo'yicha ham do'stlar bundan ham qancha odam kontent qiladi bu yo'nalishlarda. Shuni inobatga olib, siz kanalingizni optimallashtirishingiz kerak, ya'ni hamma yog'ini to'g'rilashingiz kerak do'stlar. Kanalda odamni masalan videoni boshlanishida ushlab olishga harakat qilishingiz kerak. Hook bilan albatta. Hozirgi kunda hook eng asosiysi bo'lib qolgan bilsalaring, videoni boshlanishi 2-3 sekundida ushlab qola olsangiz tomoshabinni hech yo'q 1 daqiqa ko'rsa ham sizni videolaringiz rekka chiqadi do'stlar. Sizni videolaringiz birinchi 50 ta 100 ta odamga ko'rsatiladi. Keyin agar ular ko'proq ko'rgan sari qanchalik videongiz qiziq bo'lgan sari shunchalik ko'p odamga ko'rinib boradi. Shuning uchun kontent qilishda maslahat beraman, to'xtatmasdan qo'yavering, video qo'yavering, bir kun rekka chiqadi do'stlar. Agar to'g'ri yo'nalish tanlab, har xil yo'nalishlarga o'zgartiraversangiz buni foydasi yo'q. Kanalingiz shunchaki ortiqcha vaqtingiz ketgani qoladi xolos do'stlar. Kontent qilishda eng asosiysi bir xillik kerak, doimiy bir xil vaqtda qo'yish kerak va doimiy har kuni kunlik kontent qo'yib boraversangiz, albatta natija bo'ladi do'stlar. Masalan, bitta kanal yaxshi kanal qilib monetizatsiyaga ulab olsangiz, oyiga 300-400 dollar topsangiz ham bitta kanaldan, shunaqa kanaldan 2-3 ta qilib olsangiz ham oyiga sizga kamida 1000 dollar bor do'stlar, daromad. Bu ishingizdan tashqari qo'shimcha sizga oylik sifatida, bonus sifatida bo'ladi. Siz bu pulni ham o'z xarajatlaringiz uchun ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Faqat harakat qilish kerak. Sizga maslahatim, harakatdan to'xtamanglar do'stlar. Biz ham boshida mana yuritayotganimizda prosmotrlar bo'lmasdi. Hozir ham ba'zi kanallarimizda shunaqa bo'ladi. Ochamiz, yurgizamiz, 10 ta, 20 ta video qo'ysak ham prosmotr bo'lmaydi. Lekin to'xtab qolmaymiz, video qo'yishda davom etamiz. Shuning uchun bitta kanalga ishonib qolmanglar do'stlar. O'sha o'zlaringizga yo'nalish tanlab, birinchi masalan yangi bo'lsangiz bitta kanal yuritib ko'ring, 1 oy, 2 oy. Agar yaxshi natija bo'lsa, keyin yana 2-3 ta kanal ochsangiz bo'ladi. Agar siz doimiy masalan pul ishlayotgan kanalingiz bo'lsa, yoniga yana qo'shimcha 2-3 ta kanal qilib oling. Nimagaki, 2-3 ta kanal degani yana qo'shimcha daromad degani. Bitta kanalda 500 dollar bo'lsa, 4 ta kanalda 2000 dollar pul bo'ladi do'stlar. Shuning uchun kontentni to'xtatmanglar, albatta qo'yib borishni maslahat beraman. Bizda YouTube xizmatlarimiz ham yo'lga qo'yildi yana. Amerikalar ochib, noldan nastroyka qilib berish, nomer ulab berish do'stlar tasdiqlab. Albatta bu xizmat ko'pchilikka kerak bo'lyapti. Bizda shu xizmat bor. Nomer bilan tasdiqlab beramiz. Istalgan davlat nomeri bilan Amerika desin, Braziliyami farqi yo'q. Qaysi davlat bilan tasdiqlab beramiz. U nomerda o'zi asli farqi yo'q. Shunchaki tasdiqlab berish kerak bo'lgani uchun YouTube'ga kerakligi uchun qilinadi do'stlar. Bizda barcha davlatlarda nomerlar bilan tasdiqlab berish xizmati mavjud. Keyin Amerika yo'nalishlarida siz bitta yo'nalish aytasiz, masalan, mana shu yo'nalishda video kerak desangiz, biz sizga tayyorlab beramiz. Albatta kelishilgan narxlarda. Va kanal ochib, logotip, bannerlar, nastroykalar hamma yo'ni to'g'rilab o'zimiz qilib beramiz do'stlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yoki kommentariyada lichkami ham qoldiraman, Telegram lichkami o'shdan yozsalar ham bo'laveradi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar do'stlar. Hali soqani ishlab yaxshi daromad topamiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.